Bajarsang yutasan. Challenge olamiz. Bizda 3 ta raund bo'ladi va har bir raundda biz bittadan sirli quti ichidan qilish qiyin bo'lgan topshiriqlarni tanlab olamiz. Va kim bu topshiriqni bajarsa, u 1 ball oladi. Bajara olmagan bo'lsa 0. Va bu videoda men, Muhassik va Maqsud qatnashadi. Va video oxirida eng kam ball yig'gan inson yutqizadi. Va yutqizgan insonni juda ham uyatli nakazani kutadi. Va bu nakazani haqida video davomida bilib olasiz. Va bo'lmasam boshlaydi. Birinchi raund. Va bo'lmasam birinchi raunddan boshlaymiz va hamma topshiriqlar mana shu bizning sirli qutimiz. Bilasizlar, legendarniy qarda mana shu qanday bakalanchida bo'ladi. Va birinchi siz tanlaysiz. Ichida har xil topshiriqlar bor. Va sizga tushgan narsa Voy. boshidan yana joski. Imini mast shuni xohladim. Yuzga chili surtish. Yuzga chili surtib, rovna 10 sekund turib berishingiz kerak. Lekin poliroq surtirish kerak. Unda shunaqa sal joskiroq bo'ladi, chunki sizga qiziq bo'lish kerak. Xo'p, bola, mana endi mana shu chilini yuzimga surtishim kerak ekan. Mayli. Men flashni tanlab turaman, chunki rovna 10 sekund, 10 gacha sanaganimgacha ham turish kerak. Ozgina qo'lingizga birinchi bo'lib va maska, ничего страшного. Uy, uli. hop, shoshim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arting. Tasharamdan endi g'alati hid kelyapti. Nuda bo'lmasam bular shartni bajardilar, artib tashamoqchisan. Va ana endi shart tanlash navbati menga. Hozir alamlarni olalar menimcha. Eng takoy qiyini tushishni men xohlayapman. Va menga tushgan shart. Yes, yes. Menga tushgan shart strichdan chiqib ketish. Yes. Bu hamma bo'lmasam strichga o'rab tashlaylik. Bu hamma bo'lmasam men o'ralishni boshladim. Sizlar bilan har doim ta'minlaymiz. Va bollarni 15 minut davomida o'rab tashashdi. Mana omoxonaga hozir 100 qavat strechga o'raldilar. Endi bo'lsa, bular hozir chiqishga harakat qiladi. Price ketdi. O'sha qorni bo'lmasa chiqaring bo'ldim. Давайте ketdi. Xo'p, boshlanishiga. O'sh, bola zatalab qo'limiz qishudi. Men chiqdim, eng qiyin joyi hozir bu qoldi. Bunaqa zatanlardan qardim yomon ko'raman. Ayniqsa strichlarni chunki chiqish qiyin. Lekin qanchalik qiyin bo'lmasin, men bu 100 qavat strichdan chiqib ketishim kerak edi. Va 5 minutlik harakatimdan keyin strichlar shu holga keldi. Hammasi mashta qoldi, o'raman, mashta hammasi. Bunisidan ham chiqishim kerak. Lekin mana shu qiyin shoninglar. Asli hammasi mashta hozir, biram 100 qavat strich turib olmaydi. Va yana 10 minut harakat qilganimdan keyin Bunaqa chiqib ketsam bo'ladi, unaqa. Shu mana shu hozir o'ylayapti. Uzun chiqmoqchiman buni. Nega hammasi yig'layapti? Va uzun ketdi. Uzun ketdi. U yiqilchaman hozir. Voy bola, vashi chiqib oldilar, davay. I am champion. Da, demak chiqib ketdim. Qiyinchiliklar sezsam, shuncha qiynalib chiqib. Da, demak hozir men 100 qavat strichdan chiqdim. Va men o'zim uchun shartni bajardim. Va endi shart bajarish navbati Maqsudga. Va davayt Maqsud tanla. Va Maqsudga tushgan narsa bu krokodil o'yinini o'ynash. Bizda krokodil o'yini bor, uni tishini bosib yutish kerak. Va bu menga qarshi prям 3 marta o'sha kimdir yutqizguncha o'yin bo'ladi va bu har bir yutqizganiga bir tomchi mayli chilidan ichadi. Bo'lmasa men omadimni sinab ko'raman. Va bo'lmasa men o'sha krokodil o'yinchog'i va davayt, sen xohlagan bittani bos. Mana yondan bitta bosdim. Bosdingmi? Da. Va men va meni bossam. Voy, tak, mashirdi. Mana shu bitta qolgani bosaman. O'sha joski. O'sha kamgina qoldi. Meni qo'rqityapti-da qandaydir. Demak o'sha bitta yutqizdi, demak bir tomchi chili bor. Va davayt, bo'lsam endi ikkinchi raund. Va men boshlayman. Hop. Mana. Voy. Yo'q, mash. Topdim mana. Demak, hozir hali ham bu bitta yutqizdi, demak bir tomchi va ana endi 3-raund. Davay. Burchidan boshlayman. Mana shu o'rtadan. Aytdan. Voy. Hop, endichi? Mana shu bitta qolgani. Yaxshi, eng kam qoldi. Bilgan ekanman. Demak, men bir marta yutdim, ikki marta yutqizdim. Va sen men bir tomchi chili ichasan. Va daydi bu chilini ich. Qalay? Yo'q, achchiq emas. Mana shunaqa maktabdan beri mana shunaqa bolalar yomon ko'raman. Og'riyotgan bo'lsa ham og'rimayapti dedi. Yo'q, o'qiyapti desam. Demak, Maqsud o'ziga tushgan sharti bajarildi. Va shunda qarang, hozir birinchi raunddan keyin hamma o'ziga tushgan topshirig'i bajardi. Va demak, hammada bir balldan bor. Va ana endi navbat ikkinchi raundga. Ikkinchi raund. Va ana endi bo'lsa ikkinchi raunddan boshlaymiz va davayt, siz birinchi tanlang. Voy, galim. Ya'ni hech kim bunaqa joski narsa tushmaydi deb o'ylayman. Va sizga tushgan narsa bu Arjimaniya
Oo, nima ekan bu to'qonish? Отжимание holatida 3 minut turish. Da, ajimani xotir 3 minut turish. Ya'ni bilsanglar, no, как sportga tushunadi, press qotgan turlar-ku. Bunaqa. O'sha turish. Tushunmanda. Nayrni bu oson deb o'ylayman. Ketdim. Da, shunaqa ko'rinadi. No, boshdagi 1 minut oson, 2-minut sal qiynalib, 3-minutda haqiqiy addiski og'riq boshlanadi, addiski. No, давайте bo'lsam turish boshlang va men bu yerda sekundani berib qo'yaman, rovno 3 minut turishingiz kerak. Shunga birinchi o'rishimni to'g'rilab olish kerak. Tayyormisiz turishga? Da, давайте. Bo'lmasam, hop, 3 2 1 ketdi, start. Turish boshlang. Hozir qaranglar. Boshli minutda to'g'ri turaman. Ikkinchi minut sal mamnunroq bo'ladi. Uchinchisida mashina olib ketsa kerak. Muhammad bo'lsa birinchi minut ketyapti va siz turishingiz kerak. Qarang, agar tura olmaysiz, ball yo'qotasiz. Oxirgi naказаниеsi ham bor bu challenge. Naказание shunaqaki, işte kimdandir borasizda, nimadir qilib pul yutasiz deb turib, pul berib, oxirida aka video uchun pulimizni qaytarib bering deysiz. Oo, 1 minut o'tdimi? Yo'q. Men ham sog'lom turmush tarzi uchun hozir 10 ta ajrimaniya bo'ladi. Bitta presski yomon atdushi lekin nagruzka bo'lyapti. Soatman yorimga qo'ying, yomon motivatsiya beryapti. 1 minut 10 sekund qoldi. Gapirgim kelmayapti shu narsa. Ko'rib turganlar bu narsa oson bo'lishi mumkin. Unda просто siz o'z xonangizda yoki o'tirgan joyingizda просто qilib ko'ring. Hatto 1 minut turing. Qancha qoldi? Olasiz, no просто qiyin. Qancha qoldi? 36 sekund, 35 sekund qoldi. Emotsiyalar qanaqa? Chotki. Qizarib ketdi, lekin. Oke, qancha qoldi? 23 sekund. Sani. 20, 19, 18, 5, 4, 3, 2, 1 va bo'ldi. Voy. Mana budilnik ham chalib yubordi. Aqib olganimdan keyin mazza qilyapman lekin hamma joy mazza qildi hozir. O'zi qachon bo'lib ketdingiz? Da. Kuchingizni ko'rsatib qo'ying, mana. Sport hayot, sport sila. Demak, sizdan ham bir ball bor va ana endi bo'lmasam, men hozir bironta o'zim tushirgan topshiriq bajarib ko'raman. Osonroq tushsa, lekin zo'r bo'lardi. Va hop tanladim va menga tushgan topshiriq bu ko'chada chiqqan odamdan Omonxon kanaliga obuna bo'lishni so'rash. Ну-да. Ketdi. Ana akadan so'raymiz-da. Assalomu alaykum. Можно прям 5 минут? Смотрите, я ютубер и узбекский понимаете? Началась Беларусь. Я ютубер, и можете мне подписаться? Вот у меня сколько именно такое задание сейчас выпал. Ну я сейчас не смогу, когда дома смогу. Я могу сфоткать и дома подписаться. Давайте сфоткайте. Так, Omonxon, да? Да, это. Все, жду. И спасибо. Nima shart bajarildi? Hozirgi bor obuna bo'ladi, men shart bajargan bo'laman. Uyda rasmga oldirib, işte ishonch hosil qilishimiz uchun. Men xuddi shu joyda men sizlardan ham obuna bo'lishni so'ramoqchiman. Chunki mana begona inson obuna bo'lyapti va siz men videomni ko'rib turgan holda obuna bo'lmasangiz, u yetib qoladi. Albatta obuna bo'ling, chunki bizning yengan maqsadimiz bor. Va u ham bo'lsa 850 ming obunachi. Va menimcha biz 850 ming obunachidan keyin nima qilishimizni bilasizlar. Biladiganlar komment yozib qoldirsin, bilmaydiganlar tushib qolsin. Va bo'lmasa video davom etadi. 3 minut men qiynalib turdim. 30 sekunddan dash bo'lmadi, shu shart bajarib bo'ldi. U просто aqliy bo'lish kerak. Hozir ham kimnigacha kutmadim-da. Shunaqasini bir to'xtatib, "Okey, давай" dedim, gaplashdim. Va men shart bajardim. Va endi shart bajarish navbati. Maqsudga tanla va bajar. Va senga tushgan topshiriq va Maqsudga tushgan topshiriq Telefonni 4 marta otib ushlab olish. Voy. No, bu oson tuyulishi mumkin, no telefon silib ketishi mumkin-da. Shuning uchun ham jostki bo'ladi. 4 marta otib emas, otganini 4 marta aylantirish kerak. Mana bu 1 martagina aylangani. Va shunaqa bir ham 4 marta aylangan oldi ushlab olish kerak. Ushlab oldim. Ko'p aylandi lekin. 4 martadan da ko'p aylandi. Mana shunaqa ushlab olishing kerak. Va davayt bo'lsa ot lekin ushlab ol, sinib ketmasin. Aha. Ketdi. 1 2 3 4 5 6. 4dan ko'p aylandi. Ot to'g'ri sanash ko'rsatib qilmadim. Va davayt mana odamlar uchun alohida sanaymiz. Va da 100 bu 4dan ko'p, shu uchun ham bo'lmasam sen ham topshiriq bajarding. Va maqsadda ham bir bor bor. Do'stlar, o'ylashinglar bo'yicha bu oddiy topshiriq bo'lib tuyulishi mumkin. Xudo aytsa bajarib ko'ringlar, qani chiroylisizlar yo'qmi? Просто men shunaqa qilib juda ham ko'p telefonimni ekranini sindirib qo'yganman. No, hammaylar bo'lsa hozir Maqsudga ham 1 ball, Muhassibga ham 1 ball va mendan ham 1 ball. Va shunda o'bji hammamizda 2 balldan bor va bo'lsa endi g'olibni 3-raund aniqlab beradi. 3-raund. Va ana endi bo'lmasam 3-raundni ham boshlab olamiz va davayt yana siz topshiriq tanlang. Va sizga tushgan narsa bu. Bilmayman. Ko'zni yumuq holda sirli quti degan narsani yeyish. Yo, ichidan avvalgina biz bilamiz, siz bilmaysiz. Men chestni bilmayman do'stlar. Mayli bo'lmasam siz ko'zni yumamiz va sirli qutini oldiga boramiz. Portalimizdan sirli qutimiz kichkinalik qilib bu narsaga mana qaranglar. Bu qanaqa mevaligini bilmayman, lekin mandarinni kattasiga o'xshaydi. Men ichidan nimaligini bilmayman. Hozir shuni muhasib kelib qoladi. Vodka, давай. Tamda daraxt bor-ku. Kevaring. Qo'lingizni teqqizing. Yo'q, ay. Teqqizing. Uy! Nima bu, voy? Ha, teqqizing. Uy! Qurbaqa nima o'ylayapman? Qurbaqaga o'xshabdi.
Uy, Ha. Tarvuzmi? yo'q. Shosha qo'lingizni olib turing. Mana shu ko'zimga xolos yeysiz. Sirli qutdagi narsani yeyish kerak edi, просто sirli qutimiz kichkina yiqildi. Shunday tiqing. Voy bu qanaqa? Ya, dan deb ko'ringiz qani? Ishlang, giyin. Ya, bo's bilan emas, bo'sonlar ichini. Qatir, ishlang. Qanaqa narsa ekan? Nima bu? Ya, post ekanmi bu? Voy, mana post ekanmi? Mana shu. Men adashib postini yedirib qo'yibman. Endi postini ochib, ichidagi narsani yeb ko'ramiz. Voy, mana. Voy, ovozini. Drakon. Nima bu buni qara? Drakoniy fruktmi? Bilmayman, nima deganingizni ham dajilmayman. Shoshangizni olib beraman, yeysiz. Mana yeb ko'raman. Maya Daniel tushyapti qanaqadir. Sonra yana postini berdi. Ko'zingizni oching, yeng. Yaxshi narsa ekan bu. Katta mandarin. Wow, vuy. Mana qara. Mandarin. Kattaning qara, basharandek keladigan mandarin bilan. Qanaqa men bu bilan xudo biladi. Ham yoqdimi? Like. Qanaqa emas bo'ldi? Qo'rqdingizmi yoki javnaq emasmi? Men qarabqanan qo'rqdim men nima ekanini. Qanaqadir hayvonni bo'lasiz boshdan. Nima bo'lsam bu topshiriq ham o'tdi. Mani topshiriqni bajarish navbati menga. Va hozir menga tushgan topshiriq bu. Day tanladim. Eng achchiqchilikdan yeb turib, uzoqda turgan bakarishkani ko'pto bilan tepib poylash. Bilashimni tushundinglar? Tushunmagan bo'lsanglar hozir bu topshiriqni bajarayotganimda tushun olasizlar. Mana chini yomon ko'raman-da. Va mana bakarishkani mana shu yerga qo'yaman va ketdi. 5 qadam. 1 2 5. Mashina turib poylashim kerak. Nechta urinishda bo'lsa ham poylashim kerak va har bitta poylamagan uchun bir tomchidan chiri ichaman. Va mana birinchi tepishim uchun bir uy, ko'p ketdi. Galaymi? Tegmadi, bor olib kel. Demak, ikkinchi urinishim uchun yana chili ichishim kerak. Terroz tomoq ochib chilida. Hop, endi ikkinchi tepishim uchun yana chili. Endi poylashim kerak 100%. Voy, yana poylamadim, va yana chili. Oy, o'z tomog'im qizib ketdi. Tomog'im qizibdi. Mana buni. Bo'ldi. Mana bakarishga yiqilib qochib ketyapti va men hozir bakarishni ochib kelsa suvni ichaman. Chunki tomog'im ham qizib ketdi. Chilini. Va endi bo'lmasam Maqsud o'ziga qo'ygan eng oxirgi shart bajaradi. Bitta shart qoldi. Mana shu qoldi va Sarimsoq piyoz yeb 10 ta janglyor qilish to'pda. janglyormi, janglyor? Janglyor такой, janglyor. Ну давайте, bo'lmasa hozir Maqsud mana shuni yeb, mana shu ko'prikda 10 ta janglyor qilish kerak. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 ta. Va bu 10 ta janglyor qilish kerak va atiga 3 taga urinishdi. Agar qilolmasa, bu topshiriq bajarolmagan bo'ladi. Bo'ldi, olib tishladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ldi. 10 ta qolmadi, ikkinchi urinishingda. Tishlab chanaver ochib ketursin. O'sha og'zini ochyaptimi? Davay. Ikkinchi urinishing. 1 2 bo'ldi, 3 ta tugadi. Va ana endi eng oxirgi urinishing qoldi. Foydalaning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bittagina qoldi. Voy! U shuncha harakat qilib Maqsud shartini bajara olmadi. Demak, hozir shunda. 3 raunddan keyin menda 3 ochko, Muxatsikdan 3 ochko va Maqsudda 2 ochko. Demak, Maqsud qizdi. Va Maqsud shartni bajarish kerak. Va shart shundan iborat ediki, bironta odamga borib, siz hozir ismingizni aytsangiz, sizga pul beraman deydi. U odam ismini aytadi, undan keyin pulni berib, bo'ldi, stop bo'ldimi? Opel transport qattiq bering, video uchun deb aytish kerak. Mana shu narsa jostki bo'ladi. Давайте, endi Maqsud hozir bu shartni bajaradi. Men ichimdan bitta ism o'yladim. Agar ismi shu istamasiga o'n ming so'm beraman. Ismingizni? Sizga Yo'q, просто. Серьезно? Aldamayapsiz? Yo'q. Mani telefonni bo'laversin. Biza hozir tabriklaymiz, o'n ming so'm. Men unaqa olinglar. Qo'rqaman men. Rostdan Ol. Endi men bu bizda video olyaptik. Video bo'lgandan keyin hozir birishtalay boshlaymiz. Qaytarib Hazırlaştın. Koş. Rahmat. Bir Maqsud shartni bajardi. O shuni video tegadi.